Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu kameralarning o'z garantiya bormi deganlarga mana bitta zo'rdan topib qo'ydim. Bitta ko'zli, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degandi. Bitta ukasi xullas akalar. Bu kameramiz quyosh panelli bo'ladi. 1 yil servis kafolat garantiyasi bor do'stlar. Bonusiga bitta 128 talik original chip. Xo'p, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul do'stlar. 1 yil kafolat aytganimdek. Batareykasi bor, mana ko'rasizlar, kattagina. Bitta ko'zli bo'ladi kameramiz, tunda ham svetnoy oladi do'stlar. Bitta sim kartaga ishlaydi, dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasizlar. Kattagina kannagi ham bor do'stlar, bemalol ikki tomonlamali aloqa bor do'stlar. Samiglarning garantiyali kamera so'raganlarga mana narxiga keladigan bo'lsak, 1.550.000 so'mga baraka qilamiz do'stlar. Korobkasini ko'rasizlar mana. Yomg'irdan, qordan, changdan, xullas hamma yoqdan himoyasi bor. IP66 xullas. Xo'p do'stlar, telefonlaringizni uстановка qilib beraman, ishlatib ko'rasizlar. Ma'qul bo'lsa, mana shu kameradan bitta olib qo'yib bersalar, xudo xolasa uzoq yillar sizlarga xizmat qilib beradi do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, Telegram orqali zakaz beraveramiz. Akalar, endi bu kamerani qayerga ketyapti desalar, mana Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga ketyapti. Qashqadaryoliklar o'ta moshniy, xullas, trendga yorishyapti xullas. Original kamera qiladi, original so'raganlar bo'ldi do'stlar. Kameralar ko'rasizlar, birla kameralar olib kelib berganmiz. Bitta telefon bilasizlar, Telegramda menga taxlab beringlar, sirasi taxlab beraman. Ottirib aytib yuboramiz do'stlar.